Assalomu alaykum. Mana navbatdagi eshiklarimizni o'rnatib bo'ldik. Bir dona o'rnatganmiz bu yerga. Ochilib yopilishiga ahamiyat berasizlar, xudo xolasa. Magnit zamon. Eshikni ichki tarafini hech qachon videoga olib ko'rsatmagandik. Просто hozir ko'rsatmasak bo'lmaydi. Hech qayerda pepno yo'q, ochilib yopilishiga holisi chotki. Ana endi men eshikni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu eshikka 1 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Bizdan ozgina avval ko'p bo'lmagan bu eshikni o'rnatib ketishganiga. Mana tararam degan joy. Murod, mana uni ko'r degani bor-ku. Ana shunday. Ustalarimiz shuni ham eshik deb o'rnatib ketishibdi. Bu yerga ikkita eshik o'rnatib ketishgan, cho'tkilab. Biz eshikni o'rnatgunimizcha quloq miyamizni yevorishdi. Shunaqa qilib tashlamaysizlarmi, sudaymi deb. Yo'q dedik. Uyda remonti normalniy. Mana bu joyga necha endi. Ustilarga yuborib qo'yasizlar. Mana bu tomonda 3 ta, bu tomonda esa 2 ta. O'sha mashhur bitta yetmayapti, xafa bo'lmaysizlar. Qulf kaliti balandligi ham eshikni gideta, o'rtasiga o'rnagan. Xohlaganimcha o'rnataman degan joyi. Bu tomonda mana bor ekan. Narigi tomonda yo'q edi. Ustilarni qo'lidan ko'rmasin. Atak eshiklarga 1 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Xafa bo'lmaysizlar. Men beshigim endi bu eshiklarning oldida xijolat bo'lib o'tiribdi. Nima qilishni bilmay.